Yunusobod tuman joylashgan katta halqa yo'lidan kirganimizda shu uyimiz obzorini boshladik. Assalomu alaykum hurmatli Toshkent Savdo obunachilari. Bizani zo'r tomoni orqa oldi ko'chaligida. Mana bu orqa ko'chamizni ikkita darvozamiz bor. Hovlimiz ichki ko'rinishida etagida ikkita xona bitmagan, отделкасы ish qolgan, podvoli bor. Bu yoq tarafimiz 3 уровень podvoli bilan 2 etaj. Hozir biz ichki obzorni ko'rsatamiz. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bu hovlimiz. Bu yoqda oshxona bizani kutib oladi. Hamma yoq to'pli pol qilingan. Bu yog'imiz mehmonxona. Mehmonxona alohida eshikdan kirsa ham bo'ladi hovlidan. Hojatxona, hammom, tualetli sho'tka joylashtirilgan tegi. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta yotoqxona bor. Ya'ni ikkita sanuzeli bilan. Bu bolalar uchun yotoqxona hisob bo'ladi. Bu kattalar uchun sababi o'zini sanuzi bilan birgalikda. Keyin yana ikkita xonamizni ko'rsatamiz. Bu yerda ham xona, hamma yoq to'pli pol qilingan. O'timizda qo'shimcha sanuzi kirishga ham xod bor, ham umumiy kirish xodi bor. Uyimizni mana ko'rib chiqdinglar. Uyimiz juda shinam, baquvvat qurilgan. Uyimizga narxga kelsak, yer hisobida 45 mingdan davomimiz. Bir sotix uchun. Hozir kelishgan joyi bor. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, sog' bo'lasizlar.